Eslaringda bo'lsa, rappa rosa 12 kun oldin dahshatli qo'tir bosgan qo'ylarni videosi ham qilganmiz. Ko'rib, ko'p aka-ukalarimiz like bosishdi, kommentariyaga o'z fikrlarini yozishdi. Mana qanaqangi dori qilsak effekti yaxshi bo'ladi deb savol bergandim akalar. 100 ta obunachimiz yaxshi javoblar berishdi. Ana shu qo'ylarni chiroyli qilib sizlarga bugun video syomka qilib ko'rsataman. Eng dahshatlisini ushlab ko'rsataman. Eng o'sha mashhur trendga chiqqani mana shu qo'chqor edi mana. Mana shuni hammasi eslaringda bo'lsa mana junun oldi deganman, mana shu holat tepa tomon polni qo'tir bosgandi mana azobunashlar. Shu atrofini surkaldi. Mana busi mana o'zi tuzalishga keldi azobunashlar mana. Ko'rinyaptimi? Mana Qirg'izistonni qo'y mana. Nihoyatda suyakli, lekin azobunashlar mana beli ingichkaroq. Mana. Endi mana shu joyda mana bu qo'y hisori qo'y mana. Farqini ko'ringlar azobunashlar. Suyagi mana bo'yi past, lekin buni belini yo'g'onligiga e'tibor beringlar mana. Go'shtga boqaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa mana hisorini boqaverasizlar. Obunachilar kimga qiziq bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Bitta hisorini eng zo'ridan, bitta mana shu arashanni eng zo'rini keyingi video syomkada taroziga tortib ko'rsatamiz. Ikkalasi bir xil vaqtda tushgan, bir xil yemaydi. Qaysi birini kelasi foizi bilan shunda bilib olamiz akalar. Assalomu alaykum, hurmatli Qo'y bozori kanalining ashaddiy obunachilar. Bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar. Videoni boshidan bitta like bosib, videoni e'tibor bilan oxirigacha ko'rasizlar, hurmatli obunachilar. Eslaringda bo'lsa, rappa rosa 12 kun oldin dahshatli qo'tir bosgan qo'ylarni video syomka qilganmiz. Ko'rib, ko'p aka-ukalarimiz like bosishdi, kommentariyaga o'z fikrlarini yozishdi. Mana qanaqangi dori qilsak effekti yaxshi bo'ladi deb savol bergandim akalar. 100 ta obunachimiz yaxshi javoblar berishdi. Ana shu qo'ylarni chiroyli qilib sizlarga bugun video syomka qilib ko'rsataman. Like-ni ayamay bosasizlar aziz obunachilar. Kanalimizda yangi mehmonlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bugun sizlarga qo'chqor boqish haqida ham chiroyli video qilib beramiz. Xudo xolasa chorvador aka-ukalarimizga, yangi boshlayotgan obunachilarimizga foydali va manfaatli video bo'ladi aziz obunachilar. Yana bitta savol aziz obunachilar. Ko'pchilikni ikkilantirgan savol bu. Arashan qo'y boqsam yaxshimi, hisor qo'y boqsam yaxshimi degan aka-ukalarimiz bo'lsa, bugun mana shu savolga javob topasizlar. Bitta like bosib qo'yinglar, mana qo'ylarni ko'rsatamiz aziz obunachilar. Kelinglar. Mana videomiz boshidan e'tibor berasizlar, o'sha mashhur trendga chiqqan mana shu qo'tir qo'ylar mana. Ko'p aka-ukalarimiz javobini yozishdi mana. Hurmatli obunachilar, eng arzon usuli atrabonni ko'p aka-ukalarimiz yozishdi. 100 kishi kommentariy yozgan bo'lsa, 90 ta odam hammasi atrabondori bo'ladi yozishdi aziz obunachilar. Eski ishlab chiqqan atrabonni olib kelib mana shu qo'chqorlarni qo'tir bosgan joylariga surkab mana ukor dori vaksinalarni ham yozishdi obunachilarimiz. Ana shularni qildirdik hammasini mana. Endi bularni xudo xolasa o'zimiz boqqan tashlab qo'ydik. Natijalarni qo'yib boramiz. Imkon darajasida vaqtimizga qarab aziz obunachilar mana eng dahshatlisini ushlab ko'rsataman. Eng o'sha mashhur trendga chiqqani mana shu qo'chqor edi mana. Mana shuni hammasi eslaringda bo'lsa mana junun oldi deganman, mana shu holat tepa tomon polni qo'tir bosgandi mana aziz obunachilar. Shu atrofini surkaldi. Mana busi mana o'zi tuzalishga keldi aziz obunachilar mana. Ko'rinyaptimi? Ozgina qorong'i tushib qoldi aziz obunachilar, to'g'ri tushunasizlar. Ishimiz ko'p yetkazilmaydi. Qo'chqorlarimiz lekin mana shu qo'ylar hammasi hisori qo'y aziz obunachilar. Go'sht yo'nalishida juda zo'r bo'ladi. Hisori qo'y boqaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa. Hurmatli obunachilar, mana bu ko'rib turgan qo'chqorlar haqiqiy Qirg'iziston Bishkekda qo'chqorlari. Issiqdi kunida qo'chqorni saqlashdan o'zi bo'lmayapti aziz obunachilar. Kun juda issiq. Lekin bitta yo'li bor. Qo'ylar yengil o'zini sovutsin degan maqsadda arpa beryapmiz aziz obunachilar. Arpa bersa ko'p mutaxassislar bilan gaplashdik. Arpa sovuqlik deyishgan uchun aziz obunachilar mana makka bermasdan hozirgi paytda arpa beryapmiz. Qo'chqorlar haqiqiy Qirg'iziston Bishkekdan o'zimiz borib kelganmiz aziz obunachilar mana. Mana shu qo'chqorlar endi tish buzdi. Mana ikki tish variant. Ikki tish qo'chqorlar mana. Haqiqiy Qirg'iziston qo'ylari. Endi obunachilar. Hisorlarni ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, bu ko'rib turgan qo'chqorlarning hammasi hisori qo'chqorlar. Go'sht, yog' bo'yicha O'rta Osiyoda haqiqiy chempion qo'chqorlar. Bitta ikkitasini so'ydiryapmiz aziz obunachilar. Uzoq vaqt boqdik haqiqatdan. Eng kami 60% dan 70% gacha go'sht beryapti, toza go'shti. Mana bitta e'tibor beringlar, nihoyatda go'shtdor, juda baquvvat bo'lib ketgan qo'chqorlar mana. Mana shu qo'ylar haqiqiy hisori qo'chqorlar aziz obunachilar. Mana shu qo'chqorlardan o'zimiz 1000 talab, 2000 talab olib kelib, obunachilarimizga, aka-ukalarimizga berdik. Mana boqayotgan aka-ukalarimiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yasizlar aziz obunachilar mana. Haqiqiy baraka topadigan qo'chqorlar mana.
Narxi ham bunaqangi baland olinmagan azobunachilar mana. Hozirgi paytda ham sotyapmiz o'zimiz mana shunday qo'chqorlar. Mana jonivorlar. Mana shu qo'chqorlar azobunachilar ko'p yem yegan yo'q hozirgi vaqtda. Hop, bir kunga 1,5 kilo yem yeyapti. Ertalab 700 gram, kechqurun 700 gram. 1 kilo 500 gram yem yeb turibdi mana. Qo'chqorlar haqiqiy e'tibor bilan qaralyapti. Mana shu kunda issig'ida, lekin ozgina yemdan qaytdi. Qo'chqor boqayotgan akalarimiz bo'lsa, kommentariyga yozib qo'yinglar azobunachilar. Hammani qo'chqori meni mo'ljalimda shunday bo'lgan bo'lsa kerak. Bizgalar ham yemdan qaytdi mana. Mana bu tomonni bitta ko'ringlar mana. Bu tarafi ham nihoyatda baquvvat, ajoyib qo'chqorlar azobunachilar. Mana bu qo'ylarda obunachilar zotga ishlatsa ham bo'ladi. Go'sht yo'nalishida boqsalar ham yaxshi daromadga olib boradi mana. Arashan bo'lish shart emas azobunachilar mana. Hozir go'sht yog' bo'yicha ikkalasi bir xil paytda tushgan azobunachilar hisori bilan arashan, lekin bu hisorlar yutib chiqadi. Go'sht yo'nalishi bo'yicha bo'lsa, hisorlarning kilasi og'ir. Tepasiga kelib ko'ringlar azobunachilar mana. Qo'y boqaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, yangi boshlayotgan aka-ukalarimiz bo'lsa, chiroyli qilib qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni xudo xolasa berib o'tamiz akalar. Qanaqangi ukordori qilish kerak, qanaqangi vitamin qilish kerak, hammasini. Sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozsalar, azobunachilar, ana shu mavzuda video syomka qilib chiqishga harakat qilamiz. Biz ham o'zimizni ishimizdan tashqari holatda yetkazamiz, xudo xolasa azobunachilar. Mana. Hurmatli obunachilar, bu tarafi yaqinda tushgan. Bitta ichida ozgina oyog'ida nuqsoni bor ham bor. Buni sotsak, birovga sotsak olmaydi, hech kim, o'zimiz boqamiz. Yaxshi natija beradi lekin. Bu tarafida ham bor mana, katta yiriklarida. Bu tarafida, ichkari tarafda ham bor mana. Lekin hozirgi vaqtda mana shu qo'chqorlarning kilolari azobunachilar eng kami 90 kilo, balanti 110-120 kilogacha qo'chqorlar bor. Mana bu azobunachilar mana Qirg'iziston Bishkekda qo'ydi. Bishkekniki. Bular ham azobunachilar hozir Qirg'izistonning qo'yi bilan o'zimizni hisori qo'chqorlar aralashib turibdi azobunachilar mana. Hop, Bishkeknikidan 3 ta dona bor. Mana shu ham Bishkeknikidan azobunachilar. Mana bu qolganlari hisori, lekin nihoyatda go'shtdor bo'lib ketgan azobunachilar. Bitta ushlab ko'rsataman. Obunachilar mana shu joyda mana shu qo'chqor mana bitta ushlab ko'rsataman dedim, jonivor ushlatmaydi ham. Haqiqiy Qirg'izistonning qo'yi mana. Liniyasi bor ekan. Ay jonivor baq aka. Baquvvatligini. Mana shu Qirg'izistonning qo'yi mana. Nihoyatda suyakli, lekin azobunachilar mana beli ingichkaroq. Mana. Endi mana shu joyda mana bu qo'y hisori qo'y mana. Farqini ko'ringlar azobunachilar. Suyagi mana bo'yi past, lekin buni belini yo'g'onligiga e'tibor beringlar mana. Go'shtga boqaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa mana hisorini boqaverasizlar. Mana azobunachilar. Yemlarni beramiz, xudo xolasa hammasini ko'rsatib boramiz akalar. Qo'chqorlarda, qo'tir qo'ylarda ahvoli nima bo'ldi degan aka-ukalarimiz bo'lsa, obunachilar mana yem berish jarayoni, arpani mana shunday holatda butuncha beryapmiz. Ko'p yerlarda yorma qilib berishyapti. Bizga mana shu qulay tushyapti azobunachilar mana. Hozir mana shu faqirdog'i yem 7 kilo. Böyle 7 ta qo'chqor bor. 1 kilodan to'g'ri kelyapti azobunachilar. Mana. Mana qo'tir qo'chqorlarda ahvolini so'ragan aka-ukalarimiz bo'lsa, ishtahalari nihoyatda zo'r mana. Bu joyda mana azobunachilar 9 dona qo'chqor bor mana, 7 kilo yem. Mana. 9 dona qo'chqor bor, 7 kilo yem. İştahalari nihoyatda zo'r. Eng maza qiladigan joyi mana shu yemga tashlanib turgan joyi. Suvlar yonida mana. Ozgina mana shu yerda innovatsiya qilingan. Suv har doim oldida turadi azobunachilar mana. Jonivorlar chors nihoyatda. Odamdan cho'chib turibdi mana. Bu tarafida ham 9 ta qo'chqor bor azobunachilar, mana bu qo'chqorlar. Bu tarafida ham obunachilar 9 dona qo'chqor bor. Bu tarafiga mana shu faqirda bir paqir yem beriladi azobunachilar. Bir paqir yemni 9 tasiga. Mana e'tibor beringlar, lekin yemdan qaytgan yo'q. Ko'p aka-ukalarimiz qo'chqorlar yemdan qaytdi, yemay qoldi deyishyapti. Xudoga shukr, bizga hali
Yemdan qaytgan yo'q aziz obunachilar. Lekin ukor dori, vaksina, vitaminlarni o'z vaqtida olgan qo'chqorlar aziz obunachilar. Ma'lumot, maslahat kerak bo'lsa, pastga raqamimni qoldirib qo'yaman. Obunachilar bemalol telefon qilib, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha bu birovga aql o'rgatish yoki boshqa emas obunachilar. Foydali, manfaatli bo'lsin degan maqsadda video syomka qilyapmiz. Xudo xolasa mana uy sharoitida kichkinagina biznes. Chorvada aziz obunachilar baraka bor deyishadi eskilar. Bu joyda ham mana 6 ta qo'chqor bor aziz obunachilar. Yarim paqir mana shunday holatda. Lekin hashakni beda beryapmiz obunachilar, to'yguncha beryapmiz bedani. Bedani ko'p beramiz haqiqatdan. Bedaga to'yyapti. Yemda azroq yesa ham yemish, dag'al ozuqa kuchli bo'lsa yaxshi bo'ladi. Mana qo'chqorni ko'rsatdim mana. Jonivor. Ayiqqa o'xshaydi. Mana. Xudo xolasa hammasi ishtahas, karnay. Yemga kelmaydigani yo'q obunachilar. Mana. Keyin yana bir tomoni bor. Ko'p aka-ukalarimiz biz qo'chqor bo'lsak, tagi yomon bo'lib ketadi deyshadi. Bizgilar tagi quruq turadi mana aziz obunachilar. Quruq yem bilan quruq hashak yeganni hisobiga bo'lsa kerak. Olib kelaman bu tarafga ham. Lekin mana shunday issiqlik kunida ham aziz obunachilar qo'chqorlar haqiqiy yemni yeb o'ziga olyapti. Berayotgan yemlarimiz zoya ketgan yo'q. Kundan kunga sezilyapti. Mana shu qo'ylarni mana shu joyda aziz obunachilar 70 bosh qo'chqor bor. Misol uchun kunlik rasxodda kimgadir qiziq bo'ladi. Kunlik rasxodda aziz obunachilar 100 kg arpa 400 ming so'm. 4 ta beda 200 ming so'm. Hop 10 mingdanga bormayapti kunlik rasxodda. 10 ming so'mdanga borgan yo'q. 600 ming so'm rasxod qilinyapti. Suvi tekin, yem hashagi hop 600 ming so'mga to'g'ri kelyapti. 70 ta qo'chqor aziz obunachilar. 60 ta bo'lganda ham 10 ming so'mdan to'g'ri keladi. 70 ta qo'chqor. Aziz obunachilar mana shu qo'chqorning holatini bitta ko'ringlar mana. Ertalab yem yegan paytda ko'p yeb olgan mana, bo'kib qolgan, yemga bormayapti. Bu tarafini ko'rsating mana, hammasi borib turibdi, mana bitta bormayapti mana. Buni masalan aziz obunachilar bitta ko'rdori qilamiz, xudo xolasa bu ham o'ziga keladi. Mana. Havas qilib, niyat qilgan aka-ukalarim bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Agar mana shunday videolarimizni prosmotrlari yaxshi bo'lsa, obunachilarimizga reaksiya bildirsak, ko'proq chiqarishga harakat qilamiz aziz obunachilar. Bunaqangi videoni odatda ko'p joylamasdik aziz obunachilar. Endi kanalimiz savdo yo'nalishi bo'lganligi uchun ko'proq savdo haqida video qilardik aziz obunachilar. Sizlardan bittadan like so'rab, kommentariyani gumbillatib qo'yishlarini so'rab qolamiz aziz obunachilar. Xudo xolasa tez mana shunday foydali videolarni qilib borishga harakat qilamiz akalar. Mana yemini bo'ldi. Endi kechga bitta hashagini solamiz. Shu bilan yotadi mana. Damini oladi aziz obunachilar. Lekin kunda issig'ida tepasida ventilyator ham yo'q aziz obunachilar. Arpa yeganligi hisobiga yemdan qaytmayapti. Ko'p aka-ukalarimiz misol uchun makka berishadi. Issiqlik yemlarni berishadi. Mana bu bo'kkanligi sabab, birinchi sabab. Mana bu tarafi mana. Qo'chqorlar mana soldatdek terilib turibdi mana jonivorlar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar aziz obunachilar. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.